dadamizga sovg'a qilib birgalikda bir yerga aylantirib. Adangizga sovg'a bo'ladi tushunish bo'yicha. Shunday. Otamga sovg'a qilamiz, Xudo xolasa. Men o'ylaymanki, adangiz ham juda xursand bo'ladilar bunaqa sovg'a. Bu chunki har bittani farzandni bir qanaqadir orzu havaslari bo'ladi. Menimcha ota-onani duosini olish, ota-ona shu tirik paytda duolarni olib yurish bu eng katta xursandchiliklardan bittasi. Omadli odam inson bo'lib, bizani anaqa mijozimiz bo'lganingiz uchun sizga mingdan ming rahmat. Tabriklayman yana bir marta. Rahmat sizga kattakon. Rahmat.